bu bog'chani territoriyaga kirganlarni hammasini huquqiy dokumentlarini ko'tarasan. Yo'g'ini hech kimga eshitmasdan mo'min buzasan, hech kimni sut-put demasdan buzib tashlaysan. Bugunning o'ziga buzib tashlaysan. Narsa ichidagi odamni ko'mib tashlaysan kuchotsa. O'zlarini sut-put deb hammasini erkalatgan. Orqadan eshik ochganni, hujjatini ko'rasan uni. O'rtoq nachalnik, siz yestdan oldin viloyat hokimi kelyapti, kecha ham men kuzatdim. Bemalolroq bo'lgansizlar butunlay shaharda. Bugun ham bu yerda ahvol hamin qadar. Yo, menga bu qonunchilik, tartib, intizom, jinoyatchilikka omil bo'luvchi holatlarni oldini oling, bo'lmasa sizni bir tinchroq tumanga men jo'natay. O'sha men topshiriq berdim. Tushundingizmi? Yo o'zgarish qiling. Hozirda o'ziga bu masalaga javob beradigan nimaga olim Sanchiq Vigovor e'lon qilinadi. O'rtoq shu masalaga javob beradigan shahar hokimining o'rinbosariga Vigovor e'lon qilinadi. Mana shu ishlarni susaytirib yuborganligi uchun agar mana shu shahar bo'yicha ijtimoiy soha obyektlari men aytgan nuqtai nazardan tanqidiy ko'rib tuzatilmasa, o'shiga javob beriladi. Shahar hokimining hamma o'rinbosarlariga bu urok bo'lsin.